Kim tezroq, gepardmi yoki dunyodagi eng tez yurar mashinalardan birimi? Odam ayiqni yenga oladimi? Yo'lbars balandlikka sakrash bo'yicha jahon rekordsini yenga oladimi? Shu va boshqa savollarga javob beramiz. Dunyodagi eng kuchli odamdan boshlaymiz. U hozir o'z kuchini 225 kilogramlik sher bilan arqon tortishda sinab ko'rmoqchi. So'nggi so'zlaring bormi? Boshlaymiz. 3, 2, 1, olg'a! Boshlandi. Xudoyim, chaqiri qarang uni. Mana bu haqiqiy kuch-qudrat. Xudoyim. Sher hozir dunyoning eng kuchli odamini ushlab turibdi. Shoshma, u nima qilyapti? Sher o'g'irlab oldimi? Aftidan u Braynni holdan toydirmoqchi. Mana bu suratda Brayn butun boshli samolyotni tortmoqda. Ammo hozir u bu sherni joydan qimirlata olmayapti. Ana! Voy! U qiynala boshladi. Brayn uni uddalayapti. Oh, yaxshi. Yaxshi. Yana taxminan 1 metrcha qoldi. Deyarli bo'ldi. Brayn, deyarli bo'ldi. Oh! Brayn yutdi. G'alaba qozonding. Brayn Tabriklayman. hozirgina yutdi. Mazza qildingmi? Xo'p, bo'ldi, men jimman. Hammasi joyida, yaxshi. Ammo bu inson va hayvon o'rtasidagi 7 ta musobaqadan birinchisi xolos. Keyingi ishtirokchimiz sayyoramizdagi eng balandga sakrovchi yigit. Bu hazil emas. Mana uning Guinness rekordlar kitobidagi rekordi. Yer yuzidagi 8 milliard odamning hech biri undan baland sakray olmaydi. U mana bu yo'lbars bilan bellashib, kim yuqoriroq sakrashini aniqlaydi. Insonmi yoki hayvon? Olg'a insonlar jamoasi. Buni salobatini qara. Undan baland sakray olaman deb o'ylaysanmi? Agar u 4 metrga sakrasa, men ham 4 metrga sakrayman. O, qarashini qara. U seni o'rganyapti. Bu tahdidmi? U seni tushunmaydi. O'ylashimcha, boshlasak ham bo'ladi. Ular yo'lbarsni sakrashga undashun go'sht bilan aldab ko'rishadi. Unga qodirligingni ko'rsatchi. U go'shtni xohlayapti. Hozir u sakraydi. Yo'lbars qancha baland sakrar ekan? Xudoyim! Agar yo'lbarsdan balandroq sakray olsang, buni shunchaki uddalashingni emas, balki o'z jahon rekordingni yangilashingni istayman. Shuning uchun plankani 3 metrga emas, 7 metrga qo'yamiz. Bu Guinnessning rekordlar kitobidagi rekordingdan ro'pparasi 2,5 santimetr baland. Agar u plankaga tegishni uddalasa, nafaqat yo'lbarsni mag'lub etadi, balki yangi jahon rekordini o'rnatadi. Menimcha uddalayman. 7 metrmi? Ha? Nega endi yo'q? O'ylashimcha, Darius yolg'on gapiryapti. O'zim ham shu fikrdaman, chunki bu juda baland. Bu insonning qo'lidan keladigan ishga o'xshamayapti. Jahon rekordini o'rnatishga urinish. Tayyormisan? Boshladik. Qani jahon rekordini o'rnata olarmikan? Luna, bu sen uchun. Uddalay olarmikan? Yo xudoyim, u buni uddaladi. Aql bovar qilmaydi. Luna, bunga nima deysan? Og'ayni, sen hozirgina tarixda hammadan baland sakrading. Nega shunchalar xotirjamsan? O'ylashimcha yanada balandroq Yo sakray olaman. xudoyim, bu yigitni rost sen hozirgina gapiryapman, jahon Jimmy. rekordini o'rnating. Sen yana baland sakrayman deysan. Brayn sherni yutdi, Darius yo'lbars yutdi. Endi hayvonlar ham yuta boshlash kerak. Olg'a insonlar jamoasi. O'ylashimcha, insonlar jamoasiga keyingi musobaqada ancha qiyin bo'ladi. Biz buqalar jangi arenasidamiz. Buba bilan. Salom. Buba buqa ustasi. Ha janob. Biz bu arenaga 3 ta buqani qo'yib yuboramiz. 3 ta buqa? Sen 3 ta buqa qo'yib yurgan paytda iloji boricha ko'proq pul solingan xaltalarni arenaning narigi tomoniga olib o'tishing kerak. Keyingi 3 daqiqa ichida chelakka solingan har bir dollar seniki bo'ladi. Men tayyorman, Jimmy. Omad, buqalarni qo'yib yuboring. Ana, ular kelyapti. Buba, iltimos o'lib ketma. Ular darvozadan chiqib to'g'ri unga qarab yugurishyapti. Yo xudo, ular uni quvlashyapti. Ular uning yonidan o'tib ketishdi. Pulni ol, Buba, yugur. Shlyapasini yo'qotdi. U allaqachon 10 ming dollarni qo'lga kiritdi. Buba, orqangda. Ammo u qancha vaqt buqalardan qochib yura Yaxshi, olarkan. ketdik. U yana 2 ta xalta oldi. Ular orqangda. Buba, yugur. Yo'q, xudoyim. Bu buqalar yonida bo'lib qolsam, o'lgudek qo'rqqan bo'lardim. Ular to'g'ri biz tomonga Voy. kelyapti. Shoshma, yo'q, uni quvlanglar. Meni emas aslo. Qaranglar. Buba 3 ta buqa unga qarab kelayotganiga qaramay, negadir kulyapti. Bu yigit har biri salkam 700 kilo tosh bosadigan 3 ta buqadan qochib yurgan bo'lsa ham juda xotirjam. Hozir uni dumidan bir tortaman. Uning strategiyasi buqalarni qo'rqitib haydashmi? Qiyin-ku bu. O'zim uchun eslatma. Bunaqa musobaqaga professionallarni chaqirmaslik kerak. U uning og'irligini sezmadi ham. Qoyil Ana, xolos, uddaladi. sen yutding. 50 ming yutganing bilan tabriklayman. Rahmat. Pulni nimaga sarflaysan? Ehtimol yangi pikapga. Nega hayron bo'lmadim ekan? Ammo videoning keyingi qismidagi poygada kim yuchishi sizni hayratda qoldiradi. Keyingi musobaqada esa tanangizdagi har bir suyakni sindirishga qodir 2 ta jonzot bor. Yaxshilik
Shu eshiklardan o't. Qo'rqyapman. Bu Nik. Uni sayyoramizning eng tezkor odamiga qarshi poygasdan eslashingiz mumkin. Unga 1 kilometr imtiyoz berilgan bo'lsa ham Noel Lylesga yutqazgan edi. Bugun esa men unga biroz xavfliroq topshiriqda ikkinchi imkoniyat beraman. Oldingda, shunchaki Qo'l tekkiz olmayman, og'ayni. ishon menga. Yo'q, ishon yo'q, menga. Oldingda, Og'ayni, og'ayni, Bu og'ayni, kadrlarni og'ayni, yo'q, ko'rganingda yo'q, yo'q. qanchalar ahmoqona ish qilayotganligini Nima bu, tushunasan. Ha? Bu shunchaki $100,000. Yaxshi. U Noel Lylesga yutqazgan. Shuning uchun katta pullar qanday bo'lishini bilmaydi. Bilaman. Bu $100,000 yutib olish uchun ringda 1 daqiqa turib berishing kerak. Ko'zboqchini yech. Yo 227 kilogramlik professional sumochi Rami bilan Yaxshi, nega u mana bunday qilyapti? yoki orqanga o'giril. Mana bu ayiq bilan ikkisidan birini tanla. Yo'q, xudoyim. Voy, og'ayni, xo'p, nega u bu yerda? Agar bu ayiqni beozor deb o'ylasang, xato qilasan. U haqiqatan ham oddiy odamni parchalab tashlashi mumkin. U bahaybat jonivor. Tom, qalaysan? Xo'p, unga uzoq qarama. Qaror qabul qiladigan vaqt keldi. O'rtada $100,000. Sumochi bilan kurashmoqchimisan yoki grizli ayig'i bilanmi? U sen tomonga kelyapti. U hayajonda Yo'q. harakatlanishni boshladi. Ayiq tomonga qaytmayman. U o'rnidan turdi. Ey, yaxshi, sen bilan Uni kurashaman. tanlayapsanmi? Boshqa ilojim yo'q. Bu ulkan grizli ayig'i bo'lsa. Hayot sug'urtangni o'zing bilan olib keldingmi? Menda yo'q. Yo'q. Nik rostakamiga o'lib ketmasligi uchun uni jangga tayyorlashga haqiqiy sumo murabbiyini olib keldim. Tizzangni bukib ko'rchi, oyog'ingni sur. Tayyormisan? Ringga chiq. Qani, qo'rqma. Yoqqa. Markazga kel. Nik, bu musobaqada g'alaba qozonish uchun sen Rami bilan 1 daqiqa davomida qizil doradan chiqmasdan kurashishing kerak. Agar 1 daqiqa tugamasdan doradan chiqarib yuborilsang, yana hamma narsadan mahrum bo'lasan. Jangni boshlash uchun mushtingni yerga tekkiz. Es hushing joyidami? Endi juda kech, Nik. Qani boshladik. Yo'q, Qo'rqma, qani boshla. Eshitganman. Tomdan ham yomon ovoz chiqaryapti-ku bu. Nik, mushtingni yerga qo'y. To'xtab tur. Yerga tekkiz, Nik. Boshladik. Xo'p, mayli, o'ynayman, yaxshi. Vaqt ketdi. Bo'ldi, qarshilik ko'rsat. Nik, kurash, Nik. Kurash. Belidan ushla, mahkamroq. Nik. U meni bo'g'yapti. Uni o'yinchoq qilib tashlayapti. Bu oddiy o'yin. Nik, 15 soniya o'tdi. Shunchaki uni quchoqlayapsanmi? Nima qilyapsan? Quchoqlay olmayapman. 20 soniya. Juda ulkansan. Nik, qarshilik ko'rsat. O'tar. Kurash, Nik. Qani bo'la qol. Nik, kurash. Qarshilik qil, chiqarib tashla. O'rningdan tur. 20 soniya qoldi. Qarshilik qil. Yerlik pulni yutdik. Qarshilik qil. Nik, Uni o'yinchoq qilyapti. Bari yaqin. Qarshilik qil. 3. Yaxshimisan? Sen deyarli yon tomondan ushlab 1 daqiqa tugamasdan chiziqdan chiqib ketding. Ey, Og'ayni, u odam qiyofasidagi hayvon-ku. Sen yer yuzidagi eng tezkor odamga yutqazding va yer yuzidagi eng yaxshi sumochiga ham. Ha. Rahmim kelyapti. Shuning uchun yutgani uchun unga $10,000 beraman. omadsiz. Tashqariga chiqamiz. Tashqarida ko'rishamiz sen bilan. O'ylashimcha butun videodagi eng katta musobaqaga o'tsak ham bo'ladi. Kayfiyatni ko'tarish uchun esa men komik Trevor Wellsni taklif qildim. Trevor, ko'zboqchini ye. Xonadagi filni muhokama qilamizmi? Bu fil sayyoramizdagi eng zo'r rasm chizadigan fil. Aynan shuning uchun keyingi musobaqamiz rasm chizish bo'yicha bahs bo'ladi. Ikkovingizga ham xohlagan ijod namunangizni chizishingiz uchun 10 daqiqa beriladi. Qaysi biringiz yaxshiroq rasm chizsangiz, o'shaning shoh asari haqiqiy san'at muzeyiga osib qo'yiladi. Mayli, eng yaxshi fil g'alaba qozonsin. Ay, o'tishni to'xtat. Agar maysazoringni o'rishni xohlamasang filni sotib ol. U meni quloqi bilan urdi. U rasm chizmoqchi. 1 soniya kut. Unga biroz ustunlik kerak. Marbersinga o'tib boshlashni sabrsizlik bilan kutyapti. 3, 2, 1. Vaqt ketdi. Bu kanalda birinchi marta fil rasm chizmoqda. Shuning uchun biz san'at asarini oxirigacha yashirib turamiz. Chiz. Faqat menga emas. Jimmy, nima chizishimni xohlaysan? Katta maktab. Bo'ldi, demak, biz chiroyli sariq mis rangdan boshlaymiz. Shu rangni tanladingmi? Maktablar qanday rangda bo'ladi o'zi? Mana. Tushirib yubordi. Unga biroz motivatsiya beramiz, apelsin. Nega filni ovqatlantirishyapti-yu, meni ovqatlantirishmayapti? Festivals yoki nimadir yo'qmi? Festivals olib kelaylikmi? Kamroq gapir, ko'proq rasm chiz. Buni ye. Aminmanki bu shokolad emas, chunki allergiyam bor. Nima? 5 daqiqa qoldi, Trevor. Ha, Bob Ross parigimni olsam bo'ladimi? U bor e'tiborni qarat. Sizlar bilan Bob Floss.
Qani diqqatni jamlaymiz. Xo'sh, biz unga yutqazmasligimiz kerak. Oh, ha, aqlli jonivor. Qancha vaqtim bor? 4 daqiqa. Vaqt o'tyapti, Bobros. Hozircha bu sariq dog'. Yo, bu Gelenwagen. Ha! Qara. Yaxshi, tez, chiz. Menga emas, bu yoqqa chiz. Endi yo'l. Quyosh chizishing kerak. Shoshma, menga sariqni ber. Va bam! Zolia. 2 daqiqa qoldi, tezlashish kerak. Ajoyib ishlayapsan. Unga bu mo'y qalam yoqmadi. Trevor, vaqtimiz tugayapti. O'g'ayni, bu juda yomon chiqyapti. San'atingga ishon. Ular g'isht bo'lish kerak edi, deraza emas. Men senga yordam beraman. Vaqtimiz tugayapti. O'zimni shlang ushlagan o't o'chiruvchidek his qilyapman. 1 daqiqa qoldi. Biz yutishimiz Rostdan mumkin. filga yutqazishing mumkin. Kafi marosimida rasm chizayotgandek his Bu qilyapman. o'ziga xos belgisi. Buni barcha san'at asarlariga qo'yadi. 3, Shunchaki davom et. 2, Oh, bu xato bo'ldi. Bu qo'pol xato. 1. Vaqt tugadi. Yo'q, bu tugatmadi. Bu san'at asarlarini tadqiq qilishdan oldin keyinroq Gepard dunyodagi eng tez yurar mashinalardan biri bilan poygaga chiqishini eslatib o'tsam. Hozircha esa bu rasmlarni baholash uchun 30 yildan ortiq tajribaga ega professionalni olib keldim. Endi esa 1 dan 10 gacha bo'lgan shkalada baholasangiz. 1 yomon, 10 yaxshi. 2. 2. 2. Xo'p. Biroz o'smirlarcha tuyulyapti. Balki kimdir o'z ichki bolaligi bilan aloqaga kirishayotgandir. Rassomda emas, san'atni muhokama Oy, hakamga bosim o'tkazma. Mana endi dunyodagi eng zo'r rasm chizadigan filning shoh asarini namoyish etamiz. Rostdan ham shuni baholaymizmi? Bu masxarabozni qusug'iga o'xshaydi-ku. Buni o'zi chizgan. Bu haqda nima deb o'ylaysiz? Men bu rasmda katta quvonchni his qilyapman. Rassom esa o'zini boricha qabul qilishini ko'ryapman. San'atni rassomdan ajratib bo'lmaydi. Bu san'at asarini necha ball bilan baholaysiz? Men unga 10 dan 8 berardim. Voy! Trevor, sen filga yutqazding. Farqi yo'q, og'ayni. Raqibing tom ma'noda Fortnite raqsini ijro etyapti. Bu senda qanday hissiyot uyg'otadi? Yaxshi, hech hissiyot, tinchlan. Endi changalzoringga qay. Va'da qilganimdek, Aylaning rasmi haqiqiy san'at galereyasida osilib turibdi. O'ta nafis. Qiziq, bu odamlardan birortasi buni fil chizganini bilarmikin? Xullas, keyingi musobaqa uchun bizda sayyoramizdagi eng zo'r askarlar bor. Meni o'ldirish uchun sizlarga qancha vaqt kerak? 30 soniya. Ular juda qo'rqinchli odamlar. Biz esa ular sayyoramizdagi eng yaxshi qidiruv itlaridan biri bo'lgan Odindan eski tuskilar omborida qancha vaqt yashirishlarini ko'ramiz. Ular qancha vaqt dosh beradi deb o'ylaysan? Taxminan 5 daqiqalarcha. Agar birortangiz tonggacha bu itlardan qochib qutulsangiz, $50,000 bo'lishib olasizlar. Yaxshi, yashirinishga 10 daqiqa. 3, 2, 1, ketdik. Ko'ngil xushlik qilinglar. Bu odamlar hayotining yarmini dushman qo'liga tushmaslik uchun o'tkazgan bo'lsa-da, bu itlar tug'ilganidan beri odamlarni qidirishga o'rgatilgan. Shuning uchun bu yigitlar tonggacha omon qolsa hayron bo'laman. Yashirinadigan joyimizga o'tamiz. Uzoqroq vaqt itlardan yashirinib yurishim kerak. Hamma bir to'da ahmoqlardek yugurib yuribdi. Men terlamoqchi emasman. Hidimni qoldirish uchun ba'zi mashinalarga surtilib o'taman. Ular zigzag qilib yugurib, iloji boricha ko'proq mashinalarga surtinib yurishgandir. Jonni mashinalarga surtinib soxta izlar yaratgan bo'lsa, Carlos Suv o'z bor ekan. izini yashirishga qaror qildi. Ketdik. Ularni chalg'itish umidida esa o'zini suvga tashladi. Endi yashirinadigan joyimga qaytaman. Ko'pchilikda bir xil strategiya bor edi. Itni chalg'itib, keyin mashinaga yashirinish. Yaxshi joy topish kerak. Biroq ulardan birining rejasi butkul boshqacha edi. Men taxminan 15 metr balandlikda daraxtda o'tiribman. Yagona baland daraxt mana shu. Bu esa hamma yashiringan hovli. Faqat Xudodan ismni yashirishini so'rayman. Umid qilamanki, meni topishmaydi. 10 daqiqa tugadi. Biz sizlarni izlashga ketyapmiz. Ular kelishyapti. Itning ovozini eshityapman. 3, 2, 1. Itlarni qo'yib yuboring. Ular yo'lga chiqishdi. Ketdik. Itni va uni xatti-harakatini kuzat. Ko'rasan, u is olganida burni yuqoriga ko'tariladi. Qanday qilib itlar hidni bunchalar yaxshi Hid sezadi? bilish a'zolari tufayli itni tumshug'i qancha uzun bo'lsa, shuncha ko'p hid bilish retseptorlari bo'ladi. Bu yerda shamol yaxshi esyapti, lekin ular meni ismni olmasligi kerak. Yutganimni bilaman, chunki yerdan uzoqda. Esingizda bo'lsin, bu juda katta hudud. Shuning uchun it qaysi hid nishonniki ekanini va qaysi biri shunchaki bu yerdan avvalroq o'tib ketgan odamniki ekanini tizimli ravishda aniqlash kerak. Yaxshi, tayyorlar. Sej nimadir topganga o'xshaydi. Eshiklar ochiq ekan. Yo'q, topishdi. Sen birinchi topilding. Yo'q, xudoyim. It u yoqda quriyapti. Demak, kimnidir topish kerak. Aql bovar qilmaydi. Sej 4-5 mingta mashinani ketlab chiqqan bo'lishi mumkin. Bu Sej qurgan yagona mashina va u ichida edi. Agar bu senga taskin bersa, topilgan har bir kishi Intel Core Ultra 9 prosessoriga ega Lenovo Legion Pro 7 notebookni oladi. Ammo biz topishimiz kerak bo'lgan yana 4 kishi bor. Izlashda davom etamiz. Ketdik. Intel prosessorli Lenovo Legion notebookimizda eski tuskilar omborining xaritasi bor. Biz u yoqni qidiramiz, avtobusga boramiz, u yerda kimdir bormi yo'qmi ko'ramiz. Agar topmasak yana yig'ilamiz. Yaxshi. Bizda reja bor.
Ular men tomonga kelishyapti, shuning uchun chiroqni o'chirishim kerak. U izga tushdi. Signal, mana bu furgon. Shoshma, Sej bu mashinaga quryapti. Sej, u shu yerdami? Nariroq tur. Ichkarida kimdir bormi? Sen meni topding. Shunchaki eshikni ochsang bo'lardi. Ikkitasi topildi. Sej zo'r ishlayapti. Uzr, lekin sen 50 mingni yutqazding. Xavotir olma. Sen bu yangi notebook bilan har qanday to'siqni yengib o'ta olasan. Bu Intel ichidagi Lenovo'ning kuchi. Zo'r, rahmat. Yaxshi, davom etamiz. Bayra. Ikkisi ham topildi. U menga yaqin edi. Bu itni chalg'itishi mumkin. Ya'ni u meni topmasligi mumkin, chunki u hozirgina yaqinimdagi boshqa odamni topdi. Itlar dengiz piyodasini topishga juda yaqin kelishdi. Bekki bilan Sej hozirgina yonimdan o'tib ketishdi. Ey xudoyim, ular mashina yonidan o'tishdi. Uni topishmadi. Dahshat. Ammo kutilmagan hodisa yuz berdi. Qanday uddalashdi bilmayman, lekin itlar negadir bu yigitlarni topa olishmadi. Yigitlardan biri bu yerga Red Bull idishini tashlagan. Bu soxta topilma. Kimdir bu yerga kelib, ketib qolgan. Ularning tuzog'i juda yaxshi ish berdi. Kompyuterlarda bergan Lenovo va Intelga rahmat. Sizlar ham o'zingiz uchun sotib olishga qiziqsangiz, shu veb-saytga kiring va izohdagi havolani bosing. Soatlab qidiruvdan keyin ham askarlar go'yo g'oyib bo'lgandek edi. Itlar butun tun qidirishdi. Endi quyosh chiqyapti. Biz u odamlarni topa olmayapmiz. Ertalab soat 5:30. Haftadan kun yorishyapti. Bu yerda hali 3 tamiz qoldik. Ammo musobaqani tugatishimizdan bir necha daqiqa oldin Ular menga juda ham yaqin. O'sha yerdami? Bu yuk mashinasida kimdir bormi? Yukxonada kimdir bor? Biz kimnidir topdik. Ha, biroz och qolgan bo'lsan kerak. Mana senga Festivals yong'oqli deserta. Ta'mi qanday ekanini ayt. Juda mazali. 10 dan 10 baho. Ketdik. sinov tugagach esa ikki g'olib yashiringan joylardan chiqib kelishdi. Bunisi yaxshi. Rosa uzun tun bo'ldi. Tabriklaymiz. Sizlar 50 ming dollardan bo'lishib olasizlar. Tabriklayman. O'zingga. Lahzalar. Eng aql bovar qilmas inson va hayvon musobaqalaridan so'ng hammasi mana shu final musobaqasiga borib taqaladi. Bu Gepard yer yuzidagi eng tez yuran mashina bilan poygaga chiqadi. Kim yutarkan? Gepard. Yaxshi, uni qaytaramiz. Gepard sayyoramizdagi eng tezkor quruqlik hayvoni. U shunday shiddatli tezlikka erishadiki, odamlar unga qarshi turish uchun Formula E poyga bolidining tezligiga muhtoj. Aynan shuning uchun men uni yengishga urinish uchun nafaqat bitta, balki 3 ta mashina olib keldim. Hammasi mana bu golf aravachasi va Gepard poygasidan boshlanadi. Ana mana qaranglar. Tayyormisiz yigitlar? Boshladik. 3, 2, 1. Gepardni qo'yib yuboring. Xudoyim, u juda tez. Harakati ko'z ilg'amas. Bizni yangi tashadi. Ketyapmiz. Men uni ko'rmayapman, g'oyib bo'ldi. Gepard allaqachon marrada. Biz esa hali yo'lning yarmidamiz. Bu sharmandalik. Janob Gepard, siz bizga kurash uchun imkon qoldirmadingiz. Bizga tezroq yuradigan narsa kerak. Keyingi mashinani olib chiqing. Golf aravachasi bu Gepardni yenga olmasligini hammamiz bilardik. Ammo keyingi poyga uchun men avtomobilsozlik tarixidagi eng go'zal mashinalardan birini sotib olishga pul ayamadim. Miniven Gepardga qarshi. Ketdik! Mana olg'a, Jimmy, olg'a, Jimmy. Tezroq, Nima qilyapsan? Men gazni oxirgacha bosyapman. U g'oyib bo'ldi. Mashina tez yurmayapti. Nega minivenni tanlading? Bu sharmandalik. Biz allaqachon yutqazdik. Nima qilyapmiz o'zi? Shoshma Gepard. Gepard, sen mana chizig'ini kesib o'tishing kerak edi. Gepard ataylab aynan oldinroq to'xtadi. Mana shunday. U bizni mazax qilyapti. O'ylashimcha hayvonlar bilan ishlaganda shunday bo'ladi. Ammo bu Gepard Formula E bolidi bilan poygaga chiqishidan oldin sovib olish kerak. Buni esa biz o'zimiz qilishimizga to'g'ri keladi. Men Gepard bilan salomlashmoqchiman. Kerak emas, rahmat. Mili, men Gepardga tegdim. Negadir ular bizga bu xavfli yirtqich bilan vaqt o'tkazishga ruxsat berishdi. Hozir uning yonida ekanligimizga ishona olmayapman. Gaha kel Milli, Gepardni o'zimga chaqirayotganimga ishonmayman. Juda katta. Salom. Seni tegishlaring unga yoqmayapti. Sizlar haqiqatan ham jinnisizlar. Yo xudoyim, Gepard xuddi katta mushukka o'xshaydi. Sen juda yoqimtoysan. Biz poygalar orasida Gepardga biroz dam beryapmiz. Shunda u holdan toymaydi. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, biz Amerika hayvonlarni himoya qilish jamiyati bilan hamkorlik qildik. Ular bu videoni suratga olish paytida barcha hayvonlarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'linayotganini nazorat qilmoqda. Yer yuzida 8 mingdan kam Gepard qolgan. Shu bois men uchun yo'qolib borayotgan hayvonlarga suratga olish maydonchamizda zarar yetkazilmasligi muhim. Juda yumshoq ekan. Gepard juda baland xirillaydi. Demak, biz unga yoqayapmiz. Haftadan milli keyingi poygaga tayyor. Qani tezroq boshlaylik. Vaqt keldi. Bu hamma kutgan lahza. Siz hozir guvoh bo'ladigan narsa inson va hayvon o'rtasidagi eng buyuk qarama-qarshilik. Bu poyga shunchalar buyukki, agar kimdir uni buzadigan bo'lsa, u ham nolim bo'lishadi. Zamonaviy tarixdagi eng muhim savolga javob beramiz. 3, Uchar Gepard 2, Formula E mashinasidan o'zi oladimi? 1. Keling, bilib olamiz. Ketdik!
Juda tez. Mashina gepardning yonidan shunchaki uchib o'tdi. Yo xudo! Garchi Billi yutmagan bo'lsa-da, Gepardning Formula E jahon chempionatida ishlatiladigan mashina bilan tengma-teng yugura olishi meni hayratda qoldirdi. Ammo bir asrdan oshiq vaqt oldin birinchi avtomobillar yaratilganda yovvoyi tabiatda 100 mingdan ortiq gepard yashagan. Bugun esa ularning soni 8 mingdan ham kam. Shuning uchun bu ajoyib jonzotlarni yo'q bo'lib ketishdan asrash bizning vazifamiz. Ular esa bizni o'z chegaralarimizdan tashqariga chiqishga ilhomlantirishda davom etsin. Milliy men uchratgan hayvonlardan eng yoqimtoyi.